Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, pension yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar. Ustamalar va pensiyaga qo'shib hisoblanadigan summalar faqat og'zaki gap. Eski ish daftarchasidagi noaniq yozuv yoki men o'sha yerda ishlaganman degan tushuntirish bilan hisoblanmaydi. Rasmiy hujjat bo'lmasa, qo'shimcha haq berilmasligi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda kimdir pensiyaga chiqadi. Agar hujjatlarni hozirdan tartibga keltirmasangiz, ertaga bir necha 100 ming so'm, ba'zan esa undan ham ko'proq pulni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Pensioni aytadi. Men falon yillarda og'ir sharoitda ishlaganman. Men ko'p yillik stajim bor. Mening qaramog'imda nogiron farzandim bor. Men urush yillarida yoki zararli ishlab chiqarishda ishlaganman. Menga qo'shimcha haq chiqishi kerak edi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ hujjat so'raganda qo'lda aniq tasdiqlovchi hujjat bo'lmaydi. Oldin ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Ish daftarchasida nomi yozilgan bo'lsa bo'ldi, staj hisoblanadi. Ustama ham chiqadi yoki mahalla sobiq hamkasb, tanish bilish guvoh bo'lsa yetadi deb o'ylashardi. Amalda esa pensiya hisoblashda asosiy mezon rasmiy hujjatdir. Ayniqsa qo'shimcha to'lovlar masalasida talab yanada qat'iy. Sababi qo'shimcha haq davlat budjetidan yoki pensiya jamg'armasi mablag'idan beriladi. Har bir so'm asoslangan bo'lishi kerak. Endi ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tyapti. Ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Kimning ish staji, ish haqi, nogironligi qaramog'idagi shaxslar, harbiy xizmat, ta'lim, dekret davri, imtiyozli ish sharoiti, mukofot yoki ustama olish huquqi bo'yicha ma'lumotlari tizimda yoki arxivda bo'lsa, shunga qarab hisob-kitob qilinadi. Lekin tizimda ko'rinmasa, arxivda topilmasa, ish beruvchi tasdiqlamasa yoki hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, menga tegishli edi degan gapning o'zi yetmaydi. Bu yerda men sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, oldindan ogohlantiryapman. Chunki ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin yillar o'tib bilib qoladi. Aslida men qo'shimcha ustama olishim mumkin ekan, lekin hujjatim bo'lmagani uchun hisoblanmagan. Yana ayrimlar o'ylab idora yuradi. Keyin arxivdan bitta ma'lumotnoma topilib, pensiya qayta hisoblanadi. Demak, masalaning kaliti hujjatda. Birinchi navbatda ish staji to'liq aks etmagan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, siz 1975 yildan 1993 yilgacha zavodda ishlagansiz. Ish daftarchangizda qabul qilingan sana bor, lekin bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi o'zgargan. Muhr o'qilmaydi, yozuv noto'g'ri qo'yilgan. Bunday holatda stajning bir qismi hisobga olinmasligi yoki qo'shimcha huquq bermasligi mumkin. Agar o'sha davr zararli, og'ir yoki imtiyozli mehnat sharoiti bo'lgan bo'lsa, oddiy stajdan tashqari ustama yoki imtiyozli pensiya masalasi ham ko'tariladi. Lekin biz changli sexda ishlaganmiz degan gap yetarli emas. Lavozim, bo'lim, ish sharoiti, buyruq, ta'rif, mehnat sharoitini tasdiqlovchi arxiv hujjati kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar. Pensiya miqdoriga staj bilan birga ish haqi ham ta'sir qiladi. Ayrim odamlar yuqori oylik olgan yillarni ko'rsatmoqchi bo'ladi. Lekin o'sha yillar uchun maosh ma'lumotnomasi topilmaydi. Misol uchun, siz 1990 yillarda korxonada brigadir bo'lib ishlagansiz va o'sha paytda oddiy ishchilardan yuqoriroq maosh olgansiz. Agar arxivdan o'sha davrdagi ish haqi vedomotlari topilsa, pensiya hisobida foydali bo'lishi mumkin. Topilmasa, faqat umumiy ma'lumot bilan katta qo'shimcha chiqadi deb kutish noto'g'ri. Uchinchi toifa qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan farzand, nogiron farzand yoki boshqa mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lsa, ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov huquqi paydo bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomasi nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumot, birga yashash yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. U men bilan yashaydi, hamma biladi deyish yetarli bo'lmaydi. Masalan, 32 yoshli ota pensiya oladi. Uning 25 yoshli nogiron farzandi bor. Agar farzandning nogironligi rasmiy tasdiqlangan, qaramlik holati hujjat bilan ko'rsatilgan bo'lsa, tegishli qo'shimcha ko'rib chiqiladi.
Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki umuman hisoblanmasligi mumkin. 4-toifa alohida xizmatlari, mukofotlari, unvonlari yoki imtiyozli maqomi bor pensionerlar. Ayrim insonlarda davlat mukofoti, faxriy unvon, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom, Chernobil yoki boshqa maxsus toifadagi zarar ko'rganlik maqomi, harbiy xizmat bilan bog'liq imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ham rasmiy guvohnoma, qaror, buyruq, arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Masalan, men Afg'onistonda xizmat qilganman degan gap albatta hurmatga loyiq, lekin to'lov masalasida harbiy bilet, xizmat joyi haqidagi ma'lumot, mudofaa organlari tasdig'i yoki tegishli guvohnoma kerak bo'ladi. 5-toifa ayollar orasida ko'p uchraydigan holat. Bolani parvarish qilish davri, ko'p bolalik, dekret davri, ishga kirish va chiqish o'rtasidagi uzilishlar. Ba'zi davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Ba'zilari esa aniq hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Misol uchun ayol kishi 3 nafar farzand tarbiyalagan. Lekin tug'ilganlik guvohnomalari yo'qolgan yoki familiya o'zgarganidan keyin hujjatlarda tafovut bor. Bunday paytda pensiya organi qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ayrim holatda arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, 64 yoshli Karim aka 3 yil ishlagan, pensiyasi tayinlangan, lekin u 7 yil zararli sexda ishlaganini aytadi. Agar o'sha 7 yil rasmiy hujjat bilan tasdiqlansa, unga imtiyozli hisob yoki qo'shimcha ustama masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin arxivda faqat ishchi deb yozilgan, sex nomi yo'q. Lavozim zararli ishlar ro'yxatiga mos kelmaydi, mehnat sharoiti tasdiqlanmagan. Natijada Karim aka kutgan qo'shimcha pul chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi. Lekin pensiya hisobida hujjatsiz ma'lumotga asoslanib pul qo'shish mumkin emas. Yana bir misol. 70 yoshli Xolida opa pensiya oladi. U men 1992-1999 yillarda yuqori maosh olganman, pensiyam kam chiqdi deydi. Tekshirilsa, ish daftarchasida o'sha korxona yozuvi bor, lekin ish haqi ma'lumotlari mavjud emas. Agar Xolida opa korxona arxividan oylik ma'lumotnomasini topsa, masalan, o'sha yillarda maoshi respublika o'rtacha ish haqidan ancha yuqori bo'lgan bo'lsa, qayta hisoblashda farq chiqishi mumkin. Lekin ma'lumotnoma topilmasa, faqat xotiradagi raqamlarga asoslanib pensiya oshirilmaydi. 3-misol. Rustam aka pensiya oladi. Uning qaramog'ida 16 yoshli nevarasi bor. Nevara ota-onasiz qolgan va amalda Rustam aka boqadi. Lekin hujjatda vasiylik rasmiylashtirilmagan. Mahallaha shu bola bobosi bilan yashaydi deb aytishi mumkin. Lekin qo'shimcha to'lov masalasida vasiylik, tug'ilganlik hujjatlari, ta'minot holati, oila tarkibi kabi rasmiy asoslar kerak bo'ladi. Agar Rustam aka vasiylikni rasmiylashtirsa, keyin tegishli organlarga murojaat qilsa, masala ko'rib chiqiladi. Rasmiylashtirmasa, men boqib kelyapman degan gapning o'zi moliyaviy qo'shimcha uchun yetarli bo'lmaydi. 4-misol. Sobir aka harbiy xizmatdan keyin oddiy korxonada ishlagan. U harbiy xizmat yillari pensiya stajiga to'liq qo'shilmagan deb hisoblaydi. Agar harbiy bilet saqlangan bo'lsa, chaqirilgan va bo'shatilgan sanalar aniq bo'lsa, bu davr tasdiqlanishi osonroq. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limidan arxiv ma'lumotnomasi olish kerak. Hujjat bo'lmasa, bu davr bo'yicha ham muammo chiqadi. Agar sizning barcha ish joylaringiz elektron mehnat daftarchasida ko'rinsa, ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, maosh ma'lumotlari tizimda mavjud bo'lsa, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hujjatlar to'liq bo'lsa, nogironlik yoki imtiyozli maqom muddati amalda bo'lsa, unvon yoki mukofot guvohnomalaringiz saqlangan bo'lsa, unda katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir tekshartirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ayrim xatolar odam sezmaguncha yillar davomida qolib ketadi. Masalan, siz 35 yil ishlaganman deb yurasiz, lekin tizimda 32 yil ko'rinishi mumkin. 3 yil staj farqi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Yoki familiyangiz turmush qurganingizdan keyin o'zgargan, eski ish joyingizdagi hujjatda eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, o'sha davrni sizga bog'lash qiyinlashadi. Eng katta tuzoq ish daftarcham bor, shu yetadi degan fikr. Ish daftarchasi muhim hujjat, lekin har doim ham barcha qo'shimcha to'lovlar uchun yetarli bo'lavermaydi. Ish daftarchasida faqat lavozim nomi yozilgan bo'lishi mumkin, lekin ish sharoiti
haqiqiy bajarilgan vazifa to'liq stavka yoki yarim stavka zararli omillar, navbatchilik, ustama, tarif razryadi ko'rsatilmagan bo'ladi. Qo'shimcha haq uchun esa aynan shu ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, korxona yopilib ketgan bo'lsa, hujjat ham yo'q deb o'ylash. Aslida ko'p yopilgan korxonalarning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan hujjatlar voris korxonada saqlanadi. Masalan, eski avtokorxona keyin boshqa nomga o'tgan. Keyin xususiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Siz arxivdan so'rov bersangiz, ishga qabul qilish buyruqlari, bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari shaxsiy kartochka topilishi mumkin. Bu hujjatlar sizga qo'shimcha pul olib keladigan asosga aylanishi mumkin. Uchinchi tuzoq, hujjatlardagi ism, familiya, otasining ismidagi farqlar. Masalan, pasportda Abdullayev, ish daftarchasida Abdullayev, arxiv ma'lumotnomasida Abdullayev A deb yozilgan. Bir qarashda mayda xato, lekin tizim buni boshqa shaxs deb qabul qilishi mumkin. Bunday holatda faddiy hujjatlari sud orqali tegishlilik faktini belgilash yoki arxivdan tuzatilgan ma'lumot olish zarur bo'lishi mumkin. To'rtinchi tuzoq, nogironlik muddati. Ayrim pensionerlar qaramog'idagi nogiron farzand yoki o'z nogironligi bo'yicha qo'shimcha oladi. Lekin nogironlik muddati tugasa, qayta ko'rikdan o'tmasa, hujjat yangilanmasa, to'lovlar to'xtashi yoki qayta hisobda chiqarib tashlanishi mumkin. Keyin odam nega pulim kamaydi deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy, tizimda amal qilayotgan tasdiq yo'q. 5-nozik masala ortiqcha to'langan pul. Agar siz noto'g'ri hujjat, eskirgan ma'lumot yoki yashirilgan holat asosida qo'shimcha to'lov olib kelgan bo'lsangiz, keyinchalik tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, qaramog'idagi shaxs ishlay boshlagan, voyaga yetgan yoki nogironlik maqomi bekor bo'lgan, lekin bu haqda o'z vaqtida xabar berilmagan. Bunday paytda davlat sizga ortiqcha to'langan deb hisob-kitob qilishi mumkin. Shuning uchun faqat qo'shimcha olishni emas, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilishni ham bilish kerak. 6-nozik masala, guvohlar. Ba'zi holatlarda guvoh ko'rsatmalari yordam berishi mumkin. Lekin bu har doim ham to'g'ri qo'shimcha to'lov beradi degani emas. Ayniqsa ish haqi miqdori, zararli sharoit, maxsus imtiyozlar guvoh bilan emas, rasmiy hujjat bilan tasdiqlanadi. Guvoh u ishlagan deb aytishi mumkin, lekin u qancha maosh olgan, qaysi zararli ro'yxat bo'yicha ishlagan, qanday ustamaga haqli degan masalalarda hujjat asosiy rol o'ynaydi. Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam. O'zingizdagi barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh yoki ajralish guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnomalar, davlat mukofotlari yoki unvon guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, eski buyruqlar nusxalari, arxiv javoblari barchasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam. Pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki my.gov.uz orqali elektron xizmatlardan foydalaning. Murojaatda shunday mazmunda yozing. Mening pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish stajim, ish haqi davrlarim, qo'shimcha to'lovlar va ustamalar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Javobni og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda olishga harakat qiling. Chunki yozma javob keyingi murojaatlar uchun asos bo'ladi. Uchinchi qadam, agar biror davr hisobga olinmagan bo'lsa, sababini aniqlang. Masalan, 1991 yillar stajga kiritilmagan deyishsa, nima uchun? Ish daftarchasida yozuv yo'qmi? Muhr o'qilmaydimi? Arxiv ma'lumotnomasi kerakmi? Korxona nomi mos kelmayaptimi? Sababni bilmasdan turib to'g'ri hujjat topa olmaysiz. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Agar eski korxona ishlamayotgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. So'rovda korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'limingiz, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari, shaxsiy kartochka. Lavozim va ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, hujjatlarda xatolik bo'lsa, uni befarq qoldirmang. Ismda bitta harf xato bo'lsa ham, familiya o'zgargan bo'lsa ham, otasining ismi qisqartirilgan bo'lsa ham, tegishlilikni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin.
avval FHDYO bo'limiga murojaat qiling. Agar ma'muriy yo'l bilan tuzatish imkoni bo'lmasa, sud orqali hujjatning sizga tegishli ekanini belgilash masalasi ko'tariladi. Bu jarayon vaqt oladi. Lekin ba'zida aynan shu yo'l bilan pensioner o'z stajini yoki qo'shimcha huquqini tiklaydi. 6-qadam qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlarni yangilang. Agar siz qo'shimcha to'lovni farzand, nogiron oila a'zosi yoki boshqa mehnatga layoqatsiz shaxs sababli olish huquqiga ega deb hisoblasangiz, tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumoti, vasiylik yoki homiylik qarori, birga yashash haqidagi ma'lumot. Ta'minot holatini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Nogironlik muddati tugashidan oldin qayta ko'rik masalasini nazorat qiling. 7-qadam murojaatni doimiy yozma qiling. Borgan edim aytishdi, bo'lmas ekan degan gap bilan ish bitmaydi. Siz ariza yozing, qabul qilingan sanani belgilang, raqam oling. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lsin. Shunda siz yuqori turuvchi organlarga yoki zarurat bo'lsa sudga murojaat qilishingiz mumkin. 8-qadam farzandlar, nevaralar pensioner qarindoshlariga yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar arxiv, portal, elektron imzo, onlayn murojaat kabi masalalarda qiynaladi. Farzandlar oylik pensiya chiqyapti-ku deb befarq bo'lmasin. Bir marta hujjatlarni tekshirib berish ba'zan oilaga uzoq yillar davomida qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Yana bir muhim maslahat: hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya faqat qonuniy asos va rasmiy hujjatlar bilan qayta hisoblanadi. Agar sizda hujjat bo'lsa, qonuniy tartibda murojaat qiling. Agar hujjat bo'lmasa, avval hujjatni toping. Tanish bilish vositachi ichkarida odam bor degan gaplar xavfli. Hujjat qalbaki bo'lsa yoki noto'g'ri ma'lumot taqdim etilsa, bu keyinchalik jiddiy muammo tug'diradi. Agar siz pensiya jamg'armasiga ariza yozmoqchi bo'lsangiz, arizangiz sodda va aniq bo'lsin. Masalan, men falonchi pensiya oluvchiman. Pensiyamni hisoblashda falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim yoki ish haqim hisobga olinmaganini tekshirishingizni, agar asos mavjud bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport nusxasi va boshqa hujjatlar. Shunday yozsangiz, masala aniq ko'rinadi. Arxivga esa men falon korxonada, falon yillarda, falon lavozimda ishlaganman. Ishga qabul qilingan va bo'shatilganim haqidagi buyruqlar, ish haqi ma'lumotlari, lavozimim va ish sharoitimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Agar eski familiyangiz bo'lsa, o'sha davrda familiyam falon edi deb albatta yozing. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya qo'shimcha haq yoki qayta hisoblash masalasida eng muhim narsa rasmiy hujjatdir. Hujjat bo'lmasa, ko'p hollarda qo'shimcha to'lov hisoblanmaydi. Hujjat bo'lsa, sizning huquqingizni talab qilish ancha osonlashadi. Shuning uchun hoziroq hujjatlaringizni tekshiring, ish stajingizni solishtiring, arxiv ma'lumotlarini izlang, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hujjatlarni yangilang va barcha murojaatlarni yozma qiling. Bu ishni ertaga qoldirmang, chunki arxivdan hujjat topish vaqt oladi. Ayrim ma'lumotlarni tiklash esa oylar davom etishi mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hujjat sabab pensiyangiz oshgan yoki qaysi hujjat yo'qligi sabab rad javobi olgansiz. Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ogohlantirishni bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi.